Aleyküm. Yaxshimisiz? Men Tojikistondan. Ha. Sizlar shu bu nima edi oti? Barbur. Barbur urug'ini sotib oldimi? Ha. Lekin shuni tajribasini, shuni ishlovlarini tushuntirib bering menga. Ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlarimiz, hamkasblarimiz. Jumaboy akam Tojikistondan Panjiga ketdi. Qaysi joyi? Kolxozchondan kelgan. Bizlarda ishlarimizni ko'rgan bu Elzazadin kompaniyasini Barbur F1 duragayi pomidori. Hozir shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Endi hozir ikki jarayoniga turibmiz. Mana ikki tartibida ko'rsatamiz. Mana bu ko'chatlari. Mana oldingi nimalarga ko'rsatuvdik, ikkita qo'yganmiz. Endi ko'z bilan ko'ramiz deb kelgan ekan dehqonlarimiz. Mana bu sxemasi 30 bo'ladi. 30. Plyonkani tagiga kapelning shlangi bor, tomchilatib sug'oriladi bu. Hozir bir marta sug'orilgan, hozir nami bor mana. O'sha namiga oddiycha qilib mashina teshib ko'chatni tiqib ketadi. Hozir mana ko'chatimizni nimasini ko'rsatamiz. Hamma har xil ekanda. Kaseta emas bu, mana oddiy ko'chat. Shuni olyapti-ku mana. Mana bu mana bu joyga qo'l bilan oddiycha teshilgan. Mana buni qo'yib, keyin orqasini bostirib qo'yadi. Tamam. Keyin bir kundan keyin buni bug'ziga mana bunaqa tuproq bilan uni tuproqlab chiqamiz. Bir kundan keyin. Ha, bir kundan keyin. Bu o'zini tutib oladi-ku. Hozir havo bulut paytidan foydalanib biz ekyapmiz buni. Issiq bo'lsa agar bu yotib qoladidagi, mana bu plyonkaga kuyadi. Issiqda ekish mumkin emasmi? Yo'q, buni mana obeddan keyin salqinlarga ekish kerak. Keyin mana bu tuproqlashdan sababi bu tarafdan yana ham tomirlab tezroq o'zini tutib oladi. Bir hafta o'tgandan keyin issiq sovuqqa ko'nikib bu stressga tushadi. Biz stressdan chiqarish uchun preparatdan foydalanib sepamiz. Doğrusini. Ha, dorisini sepamiz o'ziga. Shu bilan qolgan jarayonlar ketaveradi. Buni hozir mana bu tarafi 3 ta bo'ladi. Bu pomidor g'avlab ketadi-da, shoxchalar. Pomidor sog'ini qayerga yotqizasiz buni? Buni o'zi bir mana shu pushta hozir bu bunga yotadi, bu bunga yotadimi? Yo, bundoq bu tarafga yotadi. Bir 10 kunlardan keyin mana bu yerdan o'tlar chiqadi-da. O'tlarni chop chiqadi, chop chiqiladi. Ikki chetidan bunday jo'ya olinadi. Shoxini bu yoqqa qaratib. Keyin u boyagi kattarib katta joyda egallaydi. Keyin mana shundan yurishga salgina yo'l qoladi. Terish uchun. Ikki tarafdan terish uchun. Ham bu tarafdan bu tarafdan. Ha, shu uchun mana bu tarafni 120 qilgan biz. Bu tarafini 80 qilgan biz. Endi necha diametrga ekyapsizlar? bu endi 30 bo'lyapti. 30. Ha, 1 metrga 3 ta bo'lyaptimi? 90 santimetrga 3 ta bo'ladi. 90 Ha. Hozir buni birinchi nima qilib chiqdik? 30 dan qilib moslamamiz bor edi, olib borib qo'ydik. Shu bilan maxsus bir xil qilib kechib chiqdik plyonkani. Va ishchilar qiynalmaydi-da, shuni tayyor nima qilib ketaveradi. Qolgan agrotexnikalarni ham ko'rsatib boramiz. Nami yaxshi. Ha, yo'q. Bu yarim soat qo'shasiz buni, o'zi nam yetib boradi. Endi bundan keyin 1 soat yoqamiz. Значит, bu sizning tajribangiz suv ekonom. Suv ekonom, ishlov ham ekonom, suv ham ekonom bo'ladi-da. ha, hozir yildan-yil xarajatni kamaytirib, daromadni ko'paytirish kerak-da. Hozir pomidorimiz nimani yaxshi ko'radi? Namlik kerak. Boyagi eski usulda eksa agar bu namni kerakli nam suvda haydaverasiz, suv pastga chiqib ketaveradi. Bu bilan biz mana shu Orifjonni internetda ko'rib, internet orqali mana shu odamni Tojikistondan hamma ishimiz tashlab kelib shu odamdan tajriba olib, rahmat shu odamga. Mana shunday to'g'ri ma'lumotlar beryaptilar, to'g'ri savat beryaptilar. Mana agar shu ishni qilaman, halol mehnatim bilan non topaman deb yeyotgan odam kelsin. Bu kishi ayamaylar. Mana bizlarni o'sha qo'ldan kelgancha mana 1 oy bo'ldi biz tanishganimizga. Mana yana borib Tojikistonga yerlarimni ko'rib beraman. O'zim qilib, o'zim ko'rsatib beraman. Shlanga, planga hammasini to'g'rilab beraman deb tajriba beryaptilar. Rahmat shu odamlarga. Mana bu odamlar ko'paysa baxilligi yo'q. Boring. Xudo xolasa mana Xudoga shukr, o'zbek, tojik qadimdan qarindosh, urug'dosh
mana elchilik, millatchilik qilmaymizlar. Mana sizlar bo'lganlar biza kelaylik. Rahmat prezidentlarimizga rahmat. Sizlarga Shu rahmat. mana Janob Oli muhtaram Emomali Rahmon ham mana yo'llarni ochishdi, mana hamma bordi keldi yaxshi. Xuddi sayizdek bo'lib birga ishlaylik. Mana o'zimizdan keyin nevaralarimiz ishlasin. Nasib bo'lsa. O'yanda bordi kelimiz, Xudo ondachiligimiz abadiy bo'lsin. Alloh baraka bersin dehqonchilarga.